Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'yitlar jamiyati. Avtori Umarjon Sidiq. Maqsud Mo'yiti. Davomi. Mehmonlar bosh ling'ishtib, xulosining to'g'riligini tasdiqlashatdi. Maqsud Mo'yiti so'zini davomlashtirib, bugun mening yana bir xush bo'lgan yerim shuki, dedi u qo'lidagi piyolani o'yinib o'ltirib. O'qishni mana Abduxoliq Uyg'urdek o'qish kerak. Bugun u xanzuchini to'ngchilik qilib jon beqish uchun emas, balki davlatning tarixi, jug'rafiyasi va tarixiy madaniyatlarini bilish uchun o'qiganligini isbotladi. Buningga kim xush bo'lmaydi? Hamma odam xush bo'ladi albatta. Bugun u bizga Jungoning 24 tarixidan xuddi daryodan tomchi degandek kichikkina bir tazkirni so'zlab berib, hammamizni titirtibatdi. Shuningdek, katta dars o'tdi. Vatanparvarlikning har qanday vaqtda kitoblarda zikr qilinib, tillarda doston bo'lganligini tushundirdi. Biz mushundaq taraflarga xush bo'lamiz. Maqsud Mo'yitining o'ziga qilayotgan madiyasini anglagan Abduxoliq Uyg'urning yuziga sal-pal qizillik o'rlagan edi. Bizning yuzlagan, minglagan avlodlarimiz mushu taqlidda o'qib yetishib chiqsa, u chog'da ahvolimiz qanchalik yaxshi bo'ladi, ha? Dedi atigandan quloq silib anglab o'ltirgan Isamiddin Zufar. Agar bizning ochgan maktablarimiz taqilib qolmay, mushu kunlargacha davom qilgan bo'lsa, ko'plagan ziyolilar yetishib chiqqan bo'ladi, dedi Maqsud Mo'yti ig'ir nafas elib. Ko'jining shumliqidan to'qining amchiki yo'q degandek, hamma ish yana o'zimizdan bo'ldi, dedi Litip apandi g'azab bilan. Uning kalpuklari g'azabdan titrab ketgan edi. Uning bu so'zi orqali mehmonxonada o'ltirganlarning ko'z oldiga ashu yillari mutaassib mollalarning cho'qon ko'tarib, ichilgan yangicha maktablarga qarshi chiqqanligi, Urumchi dudusi yangi zinshinga arz shikoyat qilishganligi, qara hukumat ularning cho'qon suranlariga e'tibor berib, shu bahona bilan maktablarni yoptirib, o'qituvchilarni jazolab taqavatgan ochiq o'tmishlar tizilib kelgan edi. Shundoq, hamma ish o'zimizning shumliqidan bo'ldi, dedi Maqsud Mo'yti o'tmishni eslab. Mutaassib ishon mollalar biz ochgan maktablarimiz ustidan cho'qon ko'tarib arz qilivdi, yurtimizni jaholatda qoldirib, o'z hokimiyatini yurgizayotgan Yang Janjunga u ish yog'dek yarashdi. Bir buyruq bilan maktablarimizni yoptiribdi. Yillar o'tib ketyotidi. Xalq nodonlik, jaholat patqoqlariga barg'ansir cho'nqur petib qilyotidi. Bilgan odamga bu etib tugatkusiz, chidab turg'siz ig'ir dard. Bu dardlarga o'lamdu kishi, o'chamdu kishi. So'z bu yerga yetganda Maqsud Mo'ytining tovushi titrab ketdi. U qattiq hayajonlangan va g'azabga kelgan edi. Tayir Begning Sunjongshan apandi bilan ko'rishgan ishlarimo bir tarafga qayrilib qoldi, dedi Mo'min apandi. Ulug' kichik tinib, Sunjongshan apandi Shinjongda milliy ma'rifni yo'lga qo'yinglar deb yaxshi so'z qilgan ekan. Sunjongshan apandi degan katta odam Shinxay inqilobini qo'zg'ab 2000 yillik feodallik xonlik tuzumni ag'dirib, uning o'rniga jumhuriyat qurgan. Shuning uchun u davlat otasi deb ataladi. Ammo bu jumhuriyat bizdan Shinjongga yetib kelgani yo'q, dedi Maqsud Mo'yti g'azab bilan. Maqsud bayning cho'ng aynaklik derazalari o'rnatilgan mehmonxonasi yo'ruq ham ozoda edi. Uyning ichi yo'g'on 3 parcha gilam bilan to'lgan. To'riga yo'g'on tosh aynak to'xtatilgan. Mehmonxonani cho'rdab uzun maxmal ko'rpalar silinib, qo'shlab par yostiqlar tashlangan edi. Mehmonlar kashlarini tashqariga silib qo'yib, pokiz o'tuklari bilan ancha takallufsizla yuqori o'rlab, har kim xohlagan yerida keng va ozoda o'ltirishdi. Mehmonxonaning deraza taktisida har xil kitoblar tizilgan edi. Qozon, Toshkent bosmalarida nashr qilingan tarix, bayoz, divanlar, sho'ra, ong, bayonul haq, Qozon muxbiri, Molla Nasriddin qatorliq majmualar va gazetlar shuningdek bir muncha ruscha kitoblar bor edi. Gilam tortilgan tomda bir dona qo'sh ig'izliq ov miltiqi,
va bir dana rus besh atarimi esiqliq turadi. Umuman bu uyda ham qalam, ham alam bor edi. Mehmonlar kelish bilan tang qo'lga suv keltirilib, cho'ng dasturxon silindi. Dasturxonga har xil meva-cheva, qand kezaklar qo'yilib, non to'qashlar sundirildi va jonon chinalarga qop-qora damlangan sinchoy quyildi. Mehmonlar kang tasha, ozoda o'ltirib choy ichgach paranglashmoqda edi. To'qi ko'rganni cho'qiydi, mulla ko'rganni o'qiydi degandek choy muzlab qoldi, dedi Maqsudbay. Kitob tizilgan tagchiga yaqin o'ltirib, kitoblarga mexdek qadalib qolgan Abduxoliq Uyg'urga xitob qilib, shoir kitobdan beshini ko'tarib Maqsudbayga xushxo'y qarab qo'ygandan keyin piyolani ilib bir ikki o'tildi va bir burda non chaynadi. Hovliga 3 kishi kirib keldi. Bular Ostonalik Abdurasul apandi, Po'lat qari, Niyoz qari qatorliq kishilar bo'lib, cho'ng kuraga, Mo'yittinlarning hovlisini ostonda cho'ng kura deb ataydi. Hisomiddin bilan Abduxoliq Uyg'urning kelganligini anglab kelgan edi. Ular to'p-to'g'ri mehmonxonaga kirib, o'zaro samimiy ko'rishib, hol-ahvol so'rashdi. Bu kishilar bir-biriga yot emas, balki pat-pat uchrashib turadigan suhbatdoshlar edi. Bu 3 kishi Haydar apandi ochgan maktabda o'qigan ziyolilar edi. Shunga ular o'ng'ayla o'zlashib, qizg'in suhbatga kirishgan edi. Abdursul apandi egiz bo'yliq, bug'doy o'nglik, ko'z chanoqlari cho'nqurroq kelgan, chasa yengak, qomatlik odam edi. Uning bir tilim shapaqdek qora buriti husniga xo'p yarashgan edi. Tizini besib turadigan 3 yonchuqliq oq pashmat kiygan, mayda yanchuqidan yanchuq soatining kumush zanjiri pildirlab turadi. Haydar apandida yaxshi o'qigan bu kishi Haydar apandi ketgandan keyin ostonda o'z oldiga maktab ichib, ma'rifatparvarlikda mashhur bo'lgan edi. Po'lat qari, o'ttiri bo'y, mixta badan, ko'zlari cho'ng-cho'ng ko'rinadigan yumaloq yuzlik odam edi. Bu kishining ozroq soqoli bo'lib, chiroyi siriqqa moyil edi. Bu ham Haydar apandida yaxshi o'qigan, keyingi chog'larda bir mezgil qiroatni o'rgangan edi. Niyoz qari ham Haydar apandida o'qigan, keyingi chog'larda tijorat bilan shug'ullangan, o'ttiri bo'yliq, qaramtul, yeڭەكلىرى ئۇچلۇق كەلگەن توم قارا بۇرۇتلۇق ھەم قاڭشارلىق ئادەم ئىدى. بۇيانقىلار قىزغىن سۆزلىشىۋاتقاندا ئابدۇخالىق ئۇيغۇر مۇقاۋىسى پۇزۇر ئىشلەنگەن مۇقاۋىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى گۈللۈك رامكا ئىچىگە گۈزەل بىر ئايالنىڭ باش سۈرىتى چۈشۈرۈلگەن بىر كىتابنى كۆرۈۋاتاتتى. بۇ كىتابتا يالتىراق ئېسىل ۋاراقلارغا سىزىلغان قىستۇرما رەسىملەر بولۇپ، شائىر شۇ رەسىملەرنى كۆزدىن كەچۈرەتتى. Ba'zan rasmlar ustiga kelganda qarab qadilib qoladi. Suratlarga go'yo jon kirgizayotgili qil qolgan rassomning mahoratiga tahsin o'qiydi. Lekin ichki jihatda qattiq xursanddi. Shu qadar nafs, shu qadar go'zal, jonliq, mazmunliq suratlarning nimaligini tushunishga ojizlik qilgan, ko'zi ochiq turib, ama holatda qolgan shoir o'ziga qattiq xafa bo'ladi va xursanddi. Bu garchi shoirning ichki hissiyoti bo'lsa-mu, lekin qapoqda nima bo'lsa teshiga shu tepidi degandek, uning ichki xursinishi bu yanqilarga allaqachon sizilgan edi. Qaysi kitobkan? Dedi Po'lat qari shoirning qo'liga so'zilib qarab. Ama kishidek qarabla turyotiman, dedi shoir. Anna Karenina, dedi Maqsud Mo'yti yiroqdinla. Rossiyaning mashhur yozuvchisi Tolstoyning kamolat topgan asarlaridan biri vaqtim yetsa o'qiyman. Biz ama buningga nima amal? Dedi shoir mayuslanib. Manmu bosh shundoq bo'lgan, dedi Maqsudbay tushuncha bermoqchi bo'lib. Tunji qitim Moskvaga borganda go'yo tilsiz odamga o'xshash, qisqasi bir bog' saranga savdosini qilishga ojizlik qildim. Shundoq sharoitda rus tili o'rganishga majbur bo'ldim. Bir odamga 70 xil hunar ozliq qiladi degandek, boshqa bir millatning tilini o'rganib qo'yishning o'zimi bir hunar ekan. O'rganganning hech qanday ziyni bo'lmaydi ekan. Shu chog'da qat'iy niyatga kelib o'rganib qo'ydim.
turmuşning hamma jihatlarida menga jiq foyda qildi. Bu orqali ruslarning turmushi, tarixi, madaniyati jihatlarda bir qadar tushunchalarga ega bo'ldim. Tolstoy, Pushkin asarlarini bevosita ko'ra oladigan bo'ldim. Foyda degan shu emasmi? Maqsud Mo'yti burilib Abduxoliq Uyg'urga qarab davom qildi. Bizning shoirimiz Abduxoliq Uyg'ur agar Xanz uchun o'rganmagan bo'lsa, Jungoning 24 tarixini ko'rolmagan bo'ladi. Har holda bilganning foydasi to'la, aytib tugatgisiz to'la. Muhibullo apandi bilan Gulandam Avustay cho'chakka ketib qolmagan bo'lsa, bizmi ruscha o'qigan bo'lsak yaxshi bo'larkan, dedi Niyoz qori armon bilan ichini urib. Uning cho'nqur nafas olganligi xuddi yilon kushigandek hammaga anglangan edi. Maqsud akamdan o'qsaqmi bo'ladi, dedi Hisomiddin Zufar. Yaxshi gap, men o'qitay. Rus o'rganishga bismillah ketmaydi, dedi Maqsudbay chaqchaq aralashtirib. Shoir xiyolchan bo'lib qolgan edi. Tamoq ustidami, so'z suhbatlardimi uning bir nimani o'ylanayotganligi ko'rinib turadi. Oxiri uning xiyoli tamoqdan keyin oshkorlandi. Bu yil karvon qachon mangdi? Dedi shoir birdilla beshini ko'tarib. Uning savolidan maqsadi oshkorlanib qolgan edi. Karvon bilan billa Rossiyani aylanib kelay demoqchimisiz? Maqsudbay uning maqsadini tushungan edi. Shundoq o'ylayapman. Buningga ancha kuch ketmaydi. Karvon beshi qilib qo'ysak, billa berib Shamayni va boshqa shaharlarni aylanib kelasiz. Shoirning chiroyi ichildi. Go'yo uning rus tili o'rganishga bo'lgan qizg'inligi birdilla hal bo'lgandek, ko'zlaridan xushalliq nurlari chaqnagan holda. Bu yil cho'qim berib kelay, dedi. Maqsud Mo'yti o'z xalqining ko'yimjan pasiboni, g'amguzar o'g'li bo'lish sifati bilan fidokorona holda qarindoshlarining qalbini ma'rifat suyi bilan sug'argandan boshqa kichik ishlardimi yurtdoshlarga xolisona yordam qilgan, shafqat qo'lini sungan. Xurofotliq hukm surgan shu davrlarda o'zining yurish turishi, amaliy harakati bilan kishilarni taraqqiyparvarlikka undigan, mo'l bilimi, cho'nqur tafakkuri, xalqiga, yangilikqa bo'lgan chin e'tiqodi bilan zamondoshlarining cheksiz hurmatiga sazovor bo'lgan oliyjanob kishi edi. Bu nuqtani yana Xivir Temur apandining Baldur O'yg'ongan odam romanidagi tuvandagi bayonlardan ko'rib olaymiz. Hisomiddin Zufar bilan Abduxoliq Uyg'ur ikkisi ikki otliq Mo'jan karizga kelganda zamzamdek suzuk eqiyotgan suv bo'yiga bir to'p bolalar to'plashib qolgan edi. Uning ichida yana ikki cho'ng odam bo'lib, biri beshida tamrakisi bor bolalarning chichini tushirayotdi. Beshiga choch qo'ygan yalang'och beri tushirib tozlangan bolalarning beshini sopundab yuvib, tozalab dori surtatdi. Yiroqdan qaraganda xuddi bolalarning toz yarasini davolayotgan yevropalik doktordak ko'ringani Maqsud Mo'yti edi. Ishlar bek oldirashgan, dedi Hisomiddin Zufar salom berishning o'rniga. Pah, qandoq shamol uchirib keldi, dedi Maqsud Mo'yti cho'chib beshini ko'tarib do'stlarni ko'rdi-da, qo'lini surtishga boshladi. Yolqin tog'ning o'tlari o'ziga cho'g'dak tortidi. Kelmay desak, chora yo'q, yurakka o'tlar yoqidi, dedi shoir. U chin xarashu, ruscha bek yaxshi degan ma'nida, dedi Maqsudbay Abduxoliqning she'rini anglab, ondan g'ulichni kargan peti kelib, quchoqlashib qizg'in ko'rishdi. Zerikib turatdim, yaxshi vaqtda keldinglar. U bu so'zni ustlab takrorlaydi. Maqsud aka, bu ishlardanmi xabardor ekansiz, dedi Hisomiddin Zufar beshiga vazilin surtilgan chichak bosh bolalarga qarab. Rossiyadan bir oz dori olg'ach kelgan. Tamratkisi bor bolalarga ishlatib ko'rsam, unimi xili yaxshi bo'lyotidi. Hozir kamlik qilayotgani bir oq xalat. Agar oq xalat kiyib olgan bo'lsangiz, Yevropa doktorlarining o'zila bo'lg'idaksiz. Bular bir oz paranglashgandan keyin eng oxirgi ikki bolaning beshiga dori surtib bo'lib, ondan ostoniga mangdi. Beshingizga qalpoq kiymaylar kelganmidingiz? Hisomiddin Zufar yo'lga chiqqanda yalang'och ketayotgan Maqsud baydan so'radi. Ha, men kelishdimi yalang'och kelgan.
Ketişdimi yalang'och ketaman, dedi u. Goya bir qiziq ishni so'zlamoqchi bo'lgandek kulimsirab. Men bu yerga atayin shundoq kelaman. Nimishqa desingizlar, mening bu karizimni Mujan kariz deb atishidi. Mening maqsadim bu ismni yutkash. Hech bo'lmaganda bu karizni yalang'ochning karizi deb atasin uchun atayin yalang'och kelaman. Turpan shahrining Çatqal yeza Qarag'o'ja kariz kentidagi bu kariz keyin haqiqatan yalang'ochning karizi deb atalgan bo'lib, hozirgacha shundoq atilib kelmoqda. Lekin maqsad bu yerda emas edi. Mo'yitlar oilasida aka-uka to'rtaylan birlikda ham ziroat, ham tijorat bilan shug'ullanadi. Bulardan ikkinchisi Maqsud Mo'yiti 1910-yillardan e'tiboran tijorat ustida yurib, Moskva, Leningrad, Qozon, Shamay, Toshkent, Olmuta qatorliq shaharlarga borgan. Asiya, Yevropa madaniyati va taraqqiyotlarni ko'rib, nazar doirasi ichilgan ziyoli edi. U Moskvada turgan yillarda rus o'qituvchi yollab, ruscha o'rganib, yana bir muncha bilimlarga ega bo'lgan edi. Shinjonga qaytib kelgandan keyin u o'zining Rossiyada odatlangan turmushi bo'yicha Yevropacha kostyum kiyib, galstuk taqab yuradi. Hatto beshiga choch qo'yib, yalang'och mahalla kuzatdi. Mundaq yеңliqlarga tish tirniqi bilan qarshi turadigan mutaassib qara kuchlar u zamonda bo'libmi Turpanda ko'p ham kuchlik edi. Mutaassib kuchlar Maqsud Mo'yitini jadid, imonsiz deb o'chmanlik bilan qarshi chiqqan bo'lsa-mu, lekin u pisand qilmaydi. Xurafiy bo'yinturuqlarni pachoqlab tashlab, ularning har qandaq besim va qarg'ashlarga quloq solmasdan o'zi to'g'ri deb tunigan yo'lda mengayveradi. Demak, bugun uning Mo'jan kariziga yalang'och kelib, yana shu holatda Ostonaga qarab ketayotganligining tub maqsadi mana mushu yerda edi. Davomi bor.